Hammaga salom yo'llayman. Sizlar bilan men Fekit Gamerman. Bugungi videomizda serverlarga kirishni o'rgataman. Avvalgi 50 mingta podpisчик bor kanalim banga kirib ketdi. Strak kelib, YouTube'ni tushunadiganlar biladi buni. Serverlarga kirish uchun avvalo mana shu playni bosib, mana shu knopkani bosib olamiz. Server deganni chapdagi va boshqa serverlarga kirishinglarni men sizlarga maslahat bermayman. Chunki bu serverlarda kod, resurs paklar juda ham katta. Men sizlarga maslahat berayotgan serverim mana shu server. Bunga kirishni men sizlarga maslahat beraman va bu serverning ustiga bosib olib, keyin mana shu yerdagi join server degan knopkani bosib olamiz. Hop, biroz kutgandan keyin telefoningiz qotadi, mana shunaqa. Qotmaydi. Mana bu o'tadigan narsasi o'tadi. O'shanda serverga kirayotganini bilib olsanglar bo'ladi. Hop. Mana serverga kirdi deb o'ylamanglar. Hammangizga mana shunaqa oyna ochiladi va siz bu yerdan xohlaganingizni bossangiz bo'ladi. Men masalan 6 ni bosaman, ya'ni oxirgisi. Menda nimagadir qotish bo'lyapti. Agarda sizning telefoningizga qarab qotish bo'ladi. Mening telefonim unchalik ham slabiy emas. Ba'zida qotib turadi. Hozirda zapis bilan kirganim uchun video zapis bilan biroz qotdi. Hop. Mana serverga kirib oldik. Bu yonish nimaligini. Serverga kirganingizda xuddi shunaqa bo'sh bo'lmaysizlar qo'llaringizga. Nimadir beradi, bu sandiqni darrovni ochib olmaysizlar. Narsalar beradi, mana meshda paydo olasizlar. Mana bu sandiqqa o'yinchilar nimadir solib ketadi, lekin bu mana shu yerda turganlar to'rttasi la'nat sehrga sehrlangan bo'ladi. Bularni ola olmaysizlar. Xohlaganlaringga kirsanglar bo'ladi. Mana o'sha spawn bo'lgan joydan mana bu yoqqa borib, mana shu yon tarafda shaxta bor. Bu nimaga bedrock desangiz, bu yerdagi o'yinchilar mana shaxtani kavlab bo'lishgan hozir. Biroz vaqtdan keyin spawn bo'ladi, o'shanda sizlarga ko'rsataman. Mana bu narsalar shaxtada narsalar spawn bo'ldi. Boshqa odamlar kavlashga tushib ketdi. Biz tepaga chiqib ketamiz, sizlarga bu serverni biroz o'rgataman. Xo'sh. Bu yo'lda hech narsa bo'lmaydi. Mana bu yerda hammani o'zini endi chesti bo'ladi. Xohlagan narsani solib qo'ya olasizlar. Hech kim qo'la olmaydi. Nimalar bormi? Daraxt. Sandiq deb o'ylayapman. Xo'p. Mana bu yoqda, mana shu qizil chizikdan bu yoqda odamlarni ursa bo'ladi. Urg'oninglar odamlarga o'tadi. Xo'p. Bu yoqqa ketamiz. Mana bu yoqda bu boshqa odamlarni qurib qo'ygan narsalari. Xo'sh, mana bu yerda sandiq bor ekan. Buni ochsa bo'ladimi? Ha. Mana hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Buni sindirib bo'lmaydi. Bu xat chiqqan narsalar privatlangan deyiladi. Privat bu serverni adminlari ko'rgan bu narsalarni. Agarda bu blokni masalan sindirib bo'ladigan bo'lsa, buni serverni adminlari qilmagan. Mana shunaqa narsalar yo'lida sandiqlar chiqadi. Mana bularni ham privatlangan bo'lsa, bularni ham ochib bo'lmaydi. Bu serverda o'zingiz bu yoqda выживание qilsangiz bo'ladi, lekin sizni kimdir o'ldirib ketishi mumkin. Yo, what the fuck? Nima bo'ldi endi bu? Buni ko'rib o'zimni o'ldirib yuboraman. Mayda ikkita bratishlar. Hop. Mana bu shakellarga ko'zingizni o'ynatadi, to'g'ri. Hammaga o'zi serverga kirganda mana shunaqa skin berib qo'yadi. Ba'zilar almashtirish ham mumkin. Bu tarafini sherik bosib qo'yib, meni o'ldirishmoqchi. Nega barkam yo'q, chunki hech narsam yo'q. Hop, hammagizga xayr. Bugungi video shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.